Assalomu alaykum. Men Yuzboyev Musulmon, matematika fanidan milliy sertifikatga tayyorlayman. Milliy Maths Teachers jamoasi YouTube kanalida yangi loyihani boshladi. Ya'ni oxirgi 3 ta milliy sertifikat imtihonida tushgan ochiq savollarni spesifikatsiya bo'yicha o'rganamiz. Quyida 36 dan 45 gacha bo'lgan savollar spesifikatsiyasi keltirilgan. Masalan, 36, 37 savollar aniq tenglama va tengliklar bo'limidan tushadi. Bugun esa 36 savollarni ko'ramiz. 36 savollar, misol uchun, 23 fevral 2025-yilda tushgan 36 savol va 25 may 2025-yil Milliy sertifikat imtihonida tushgan 36 savol va oxirgi imtihon 5 oktyabr 2025-yilda tushgan Milliy sertifikat imtihonida tushgan 36 savol. Bugun mana shu savollar yechimini ko'ramiz. 23 fevral 2025-yil Milliy sertifikat imtihonida tushgan 36 savol yechimi. Tenglamani yeching. A shartida tenglamalar sistemasining nechta juft x, y yechimi bor? B shartida tenglamaning yechimlari juftligidan mana shu ko'rinishda bo'lsa, x larning qiymatlari yig'indisini toping. Bu tenglamaning yechimini, ya'ni sistemani yechish uchun birinchi soddalashtiramiz. Soddalashtirsak, birinchi tengligimiz surati 8x, maxraj x kvadrat minus y kvadrat teng 3. Teng 3. Demak, ikkinchi tengligimiz esa 2x kvadrat plus 2y kvadrat teng 20 ko'rinishiga keladi. Yana soddalashtiradigan bo'lsak, birinchi tenglikdan x kvadrat minus y kvadrat 8x taqsim 3 bo'ladi. Ikkinchisidan esa x kvadrat plus y kvadrat 10 ga teng bo'ladi. Ikkalasini qo'shib yuborib yangi tenglik hosil qiladigan bo'lsak, x kvadrat minus 8x taqsim 3 minus 10 teng 0 ko'rinishidagi kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Endi 2 ga bo'lib yuborsak hosil bo'ladi. 2 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 3x kvadrat minus 4x minus 15 teng 0 ko'rinishidagi kvadrat tenglama keladi. Bundan x1 ni topadigan bo'lsak 3 ga teng, x2 esa minusdan 5 taqsim 3. Demak, x1 ga mos y1 ning kvadratini qayerdan topamiz? Y1 ning kvadratini mana bu tenglikdan topamiz. Demak, y kvadratini topsak 10 minus x kvadrat bo'ladi. Endi y1 ning kvadrati 10 minus 9 bo'ladi. Bundan y1 ning kvadrati 1 bo'ladi. Demak, bu ikkita ildiz minus 1 va plus 1. Yechimlar juftligi esa 3 minus 1 va 3 1. 1. Endi keyingisi. Bu bo'yicha topadigan bo'lsak, y2 ning kvadrati 10 ayrilgan 25 taqsim 9. Bu 65 taqsim 9 ni beradi. 65 taqsim 9. Demak, bundan ikkita ildiz chiqadi. y2 ning qiymati ikkita ildiz chiqadi. Ikkita ildiz chiqadi. Bittasi 5 ildiz 65 taqsim 3, ikkinchisi minus ildiz 65 taqsim 3. Endi bu bo'yicha yechimlar juftligi minus 5 taqsim 3 shu ildiz 65 taqsim 3 bo'ladi va minus 5 taqsim 3 minusdan ildiz 65 taqsim 3 yechimlar juftligiga erishamiz. Demak, endi A sharti bo'yicha tenglama sistemasining necha juft yechimi bor? 4 ta. B sharti bo'yicha yechimlari juftligidan x lar yig'indisini so'rayapti. X lar yig'indisi 3 qo'shilgan 3 qo'shilgan minus 5 taqsim 3 qo'shilgan minus 5 taqsim 3. Hammasini qo'shsak tenglik 8 taqsim 3 ko'rinishida bo'ladi. 8 taqsim 3. Demak, A qismiga 4 ta yechim chiqyapti.
B qismiga 8 taqsim 3 chiqyapti. 36 savolga o'tamiz. Ya'ni 25 may 2025-yil milliy sertifikat imtihonida tushgan 36 savol tahlili. Boshladik. Tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin. A shartda tenglamalar sistemasi uchta yechimga ega bo'ladigan A ning butun qiymatlari yig'indisini toping. Agar bitta bo'lsa, o'zini toping. B qismida tenglamalar sistemasi to'rtta yechimga ega bo'ladigan A ning butun qiymatlari yig'indisini toping. Agar bitta bo'lsa, o'zini toping. Endi bu savolimiz tenglamalar sistemasi parametrli tenglamalar sistemasi, ya'ni parametr qatnashyapti, A koeffitsient qatnashyaptimi? Demak, parametrli tenglamalar sistemasi. Demak, o'zi milliy sertifikat imtihonlarida tushadigan parametrli tenglamalar sistemasi asosan grafik usulda ishlashga mo'ljallangan. Ya'ni asosan grafik usulda ishlashga mo'ljallangan. Ya'ni grafik usulda ishlasak, yechim qulayroq va aniqroq kelib chiqadi. Ya'ni algebraik yo'lda ishlasa ham bo'ladi-yu, algebraik yo'lda ba'zi bir ildizlar qolib ketishi mumkin. Shuning uchun grafik usul qulayroq. Grafik usul qulayroq. Demak, grafik usulni qo'llash uchun nima qilamiz? Bizga koordinatalar tekisligi kerak. Koordinatalar tekisligi kerak. Bundan avval bir narsani yozib olamiz. Ya'ni grafik usul degani ikkalasi ham grafikni beradi. Birinchisi aylana tenglamasi. Aylana tenglamasi. Ya'ni markazi. Markazi 0,0 nuqtada va radius 6 ga teng. Markaz 0,0 va radius 6 ga teng bo'lgan aylana tenglamasi. Ikkinchisi esa y teng a minus modulchida x ning grafiga. Ikkinchisi demak y teng modulchida a minus x ning grafiga. Demak, bu grafiklarni chizib olamiz. Demak, aylana tenglamasi va ikkinchisi modulli funksiya grafiga. Aylanani chizadigan bo'lsak, markazi 0,0 va radiusi 6 bo'lishi kerak. Markazi 0,0 va radiusi 6. Demak, aylanani chizaylik. Demak, markazi 0,0 va radiusi 6 bo'lgan aylana tenglamasi. Radius 6, bu minus 6 bo'ladi, bunisi 6 bo'ladi, 0 bo'ladi, minus 6 bo'ladi. Keyingisi y teng a minus modul ichida x ning grafiki qanday ko'rinishda bo'ladi? Demak, mana bu qizil funksiya y teng a minus modulchida x ning grafigi. Demak, mana shu y teng ya'ni mana bu 3 a ga teng, bu 3 ham a ga teng, ya'ni kesib o'tgan joyi bu minus a ga teng. Mana shu y teng a minus x, ya'ni modulchida x ning grafigi. Endi A shartiga e'tibor beramiz. Tenglamalar sistemasi 3 ta yechimga ega bo'ladigan A ning butun qiymatlari yig'indisi. Demak, tenglamalar sistemasi 3 ta yechimga ega bo'lishi uchun mana grafik bo'yicha ketamiz. Ya'ni qizil funksiya, ya'ni modulli funksiya 3 ta yechimga ega bo'lish uchun aynan shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, 3 ta yechimga ega bo'lish uchun aynan shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak,
uchta yechimga ega. Mana shu holatda uchta yechimga ega. A holatda. Demak, uchta yechim mana. Uchi aylanaga bilan umumiy nuqtaga ega va ikkita shoh aylanani kesib o'tyapti. Demak, bu holatda mana bu A bo'lishi kerak. Demak, A teng 6da. A teng 6da tenglamalar sistemasi uchta yechimga ega. Boshqa holat yo'q. A teng 6. Demak, A qismiga 6. A qismiga 6. Endi B qismiga o'tamiz. B qismiga o'tamiz. B qismida to'rtta ildizga ega bo'lishi uchun tenglamlar sistemasi to'rtta ildizga ega bo'lishi uchun mana bu chiziq bo'yicha grafik yurishi kerak. Ya'ni bittasi urinma, bittasi ya'ni tepa bo'yicha qarasak mana bu urinyapti. Ikkinchisi uchta yechimga ega bo'lyapti. O'rtadagi grafik esa mana Y o'qi bo'yicha yursa mana aylanani to'rtta nuqtada kesib o'tayapti. Aylanani to'rtta nuqtada kesib o'tayapti. Demak, mana aylanani to'rtta nuqtada kesib o'tyapti. To'rtta yechimga ega bo'ladi. Bu degani mana bu uchi A edi, uchi A edi. A qaysi oralig'da bo'lishi kerak? Demak, mana bu nuqtaning koordinatasini topsak, bu A ni topadigan bo'lsak, bu nuqtaning koordinatasi mana 6 ga teng. Va tepadagi nuqtaning koordinatasini topadigan bo'lsak, nimaga teng bo'ladi? Demak, uning uchun nima qilamiz? Markazdan mana bu uringan joyga radiusni o'tkazamiz. Bu 6 ga teng. 6 ga teng. Demak, mana bu 45 gradus bo'lsa, mana bu kesma ham 6 bo'ladi tagin. 6 bo'ladi tagin. Umumiy mana bu kesma esa to'rtburchakli uchburchak. To'rtburchakli uchburchak 6 ilzosti 2 ga teng bo'ladi. 6 ilzosti 2 ga teng bo'ladi. Demak, 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 mana bu oralig'ida o'ynash kerak. Ya'ni A'ning uchi mana shu oralig'ida o'ynasa, to'rtta yechimga ega. Demak, B qismi bo'yicha A tegishli bo'lishi kerak 6 bilan 6 ilzosti 2 dan orasida. Ya'ni A 6 dan katta bo'lishi kerak. A 6 dan katta bo'lishi kerak va 6 ilzosti 2 dan kichik bo'lishi kerak. Bu oraliqda 7 va 8 butun yechimlar bor. Demak, shu butun yechimlar yig'indisi 7 qo'shilgan 8 15 ni beradi. Demak, B qismiga 15 butun qiymatlar yig'indisi 15 to'rtta yechimga ega bo'ladi. Shuning bilan 25-may 2025-yil imtihonda tushgan 36-savol tahlili bo'ldi. Endi keyingi imtihon savoli tahliliga o'tamiz. 5-oktyabr 2025-yil milliy sertifikat imtihonida tushgan 36-savol. Quyida tenglama berilgan. A shartda tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? B shartda tenglamaning barcha haqiqiy ildizlari yig'indisini toping. Agar u bitta bo'lsa, shu ildizni toping. Demak, 5-oktyabrda tushgan savol ko'rinishi sal boshqacharoq ekan, o'zgartirdik mana. Demak, bu tenglama yechimiga keladigan bo'lsak, tenglama nechta haqiqiy yechimga ega deyapti. A shartida B qismida ildizlar yig'indisi. Bu yerda bu tenglama belgilash kiritib ishlanadigan tenglama. Ya'ni 9 minus ilzosti x ni t deb belgilasak, tenglamamiz x teng 9 minus ilzosti t ko'rinishga keladi. Demak, endi t ni tagidan yozadigan bo'lsak, x tagidan yozadigan bo'lsak, t teng 9 minus ilzosti x bo'ladi va ikkalasini sistema qilib olamiz. Ikkalasini sistema qilib ayirib yuboradigan bo'lsak, tenglamamiz x minus t teng ilzosti x minus ilzosti t bo'ladi. Demak, bu tenglik o'rni bo'lish uchun x teng t bo'lishi kerak. Ko'paytiruvchilar ajratib ishlasak ham x teng t ko'rinishga keladi. Demak, bundan
9 minus ilzosida ximiz x ga teng bo'ladi. Bir tarafga o'tkazsak, x plus ilzosida x minus 9 teng 0. Bunishdagi tenglamaga keladi. Bu tenglamadan ilzosida ximiz teng bo'ladi. Minus 1 plus minus ilzosida 37 taqsim 2. Bundan plyusligini olishimiz kerak, chunki ildizdan manfiy son chiqmaydi. Shuning uchun plyusligini olamiz. Degani ilzosida 37 minus 1 taqsim 2. X ning o'zi esa kvadratga oshirsak, mahraj 4 bo'ladi. Kvadratlar yig'indisi 8 minus 2 ilzosida 37. 2 ilzosida 37. Demak, x ni topadigan bo'lsak, 2 ga qisqartiramiz. 19 minus ilzosida 37 taqsim 2. Demak, bitta bitta ildizga ega, tenglamaning ildizlar yig'indisi ham mana shu o'zi bo'ladi. Endi A qismiga bitta ildizga ega, ildizlar yig'indisi o'zi, mana shu ildizning o'zi 19 minus ilzosida 37 taqsim 2. Shuning bilan oxirgi 3 ta imtihonga tushgan 36-savollar tahlili tugadi. Barchaga rahmat. Keyingi savollarda ko'rishguncha.